Yaxşımısızlar? Vaqt chiqarib bu CD plastinkasini anglaganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt chiqarib o'zinglarni o'zgartishga atlanganlarga rahmat. Sog'lom hayotga erishish uchun, xushonlarlik kayfiyatga erishish uchun o'zingizga vaqt berishingiz kerak. Huzurunuzga vaqt berishingiz kerak. O'zingizga kerak bo'lgan narsalarga erishishga vaqt berishingiz kerak. O'zingizni programmalashtirish uchun vaqt berishingiz kerak. Nima uchun kishilar bu vaqtlarni o'ziga bermaydi? Buning sababi birinchidan kishilar shu berdigan vaqtning ichida qilishga tegishli harakat borligini biladi. Biz bilamiz. Harakatni qoida tizim orqali kontrol qilamiz. Chunki qoida tizim sizga faxrlanish tuyg'usini, hayajonlanish tuyg'usini beradi. Demak, qoida tizim sizning mas'uliyatingizning borligidan darak berdi. Ba'zi kishilar qoida tizim erkinlikni cheklaganlikdan darak berdi deb qaraydi. Amaliyotda qoida tizim erkinlikka barobardir. Kishilarning o'zlariga vaqt bermasligining ikkinchi sababi bo'lsa, ular bahona izlaydi. Chunki bahona izlaganda ma'lum bir ish qilmaslikning sababini ko'rsatib berasiz emasmi? Masalan, mening qilg'im bor, biroq mening o'riqlig'im bor, biroq mening sahar turib cheniqqim bor, biroq ashu biroqlarimiz bilanla hamma joyda to'xtab qoldi emasmi? Kishilarning o'z erishmoqchi bo'lgan narsalarga erisha olmaganligining sababi faqatla birla. U bo'lsa-mu, erisha olmayman deb sababini izlash. Nurg'ulg'an kishilar ma'lum bir ishni qilishda vaqtim yo'q deb turib oladi. Biroq vaqt amaliyotda butun insoniyatga o'rtaq bo'lgan narsa. İnsanlarning barobar fursati yo'q, barobar madaniyat orq ko'rinishi yo'q, barobar bo'lgan kuch-qudrat yo'q, barobar bo'lgan aqli iqtidor yo'q, barobar bo'lgan ma'rifim yo'q. Biroq insoniyatga barobar o'rtaq bo'lgan 24 soat vaqt bor. Haqiqat shuki, sizning har doim bir ish qilishda yetarli vaqtingiz bor. Qani qarab boqayli. Siz biror ish qilishda o'zingizga bahona sabab izlasangiz, qanday bahonalarni izlaysiz? Siz bir varaq qog'ozga ma'lum bir ishni qilmaslikdagi bahonangiz, ham shu bahonangizning sabablarini yozib chiqing. Samimiylik bilan yozing. Kam degandimi shu ishni qilmaslikning 5 bahonasini yozing. Qani yozing. Xo'sh, yozib bo'lgan bo'lsangiz, sabablarga qarab beqing. Biz nima uchun bahona izlaymiz? Birinchi, bu ish baktas bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, u ish sizga ma'lum bir narsalardan darak berishi mumkin. Masalan, vaqt, pul degandek. Siz amaliyotda ishlarni qilmaslikka bahona izlagicha shu ishlarni bilib qiling. Balkim 10 minut, balkim 15 minut degandek. Bilamsiz, siz bir ishni boshlab 10-15 minut o'tgandan keyin o'zingizni tartib chiqarishingiz tasga to'xtaydi. Chunki bu vaqtda siz ishga butunlay kirishib ketgan bo'lsiz emasmi? Shuningga o'xshashla, ma'lum bir ishni qilishda agarda pasiv tarafga ozroq eg'ib qolsangiz, uningdan o'zingizni olib chiqishingiz tasga to'xtashi mumkin. Shu sababdan ma'lum bir ishni qilishda ishga kirishib ketgan holat hammadan muhim. Bu xuddi atdiganda o'rningizdan dastur olmay, o'zingizga 1 minut, 2 minut deb biraqla uxlab qolgandek ish xolos. Demak, harakat bahonni bo'ysundirgan vosita. Siz ishlarga o'xshamgan usulda qarashni o'rganib olishingiz kerak. Balkim siz "Men vaqt kerak, menga dam olish kerak, menga o'zimning shaxsiy bo'shliq kerak, men besimdan qutulishim kerak" deyishingiz mumkin. Biroq men sizga dey, besimdan qutulishning eng tez usuli harakat qilishdir. Ko'pincha kishilar bahona izlash uchun o'zini aldaydi. Bundaq yolg'onchiliklar hayotingizning ta'mini o'zgartiradi. Balkim samim bo'lsangiz bearam bo'lishingiz mumkin. Biroq samimiyligingiz sizni erkinlikka erishtirdi. Demak, Beşidi so'zlab o'tganimdek, kishilarning o'zlariga vaqt bermasligining birinchi sababi kishilar harakat qilish kerakligini biladi. Shunga o'zlariga vaqt bermaydi. Ikkinchi sabab bo'lsa bahona izlaydi. Uchinchi sabab bo'lsa kishilarda muvofiq taktik yo'q. Agar sizning unumli taktikingiz bo'lmasa, albatta qilgan ajringiz bekorga ketishi mumkin. Hamda bu vaqtda sizda masala chiqadi. Masalan, 120 kilo keladigan bir ayol o'riqlashni xohlaydi desak, u boshqalarning o'zini zanglik qilishini bayqisla, balkim qattiq ochiqlab o'riqlash uchun 3-4 kun tamoq yemasligi mumkin. Biroq bu vaqtda qanday yuz beradi? U mush 3-4 kun ichida o'riqlab ketishi mumkinmi? Yo'q. Aksicha 3-4 kundan keyin uning tamoq va ichimlikka bo'lgan ehtiyoji texnik kuchli bo'lib ketadi. Shuning bilan o'riqlash bu yoqda tursin, aksicha samlashga boshlaydi. Agar u muvofiq holatda kunda yemakni tanlab, chiniqishni davomlashtirsa, uning taktikasi to'g'ri bo'lgan bo'ladi hamda maqsadga yeta oladi. Shu sababdan biz har qanday bir ishni qilishda o'zimizga vaqt ajratishimiz bilan birga uni odatimizga aylantirib olishimiz kerak. Albatta, siz turmush shaklingizni o'zgartirishni xohlaysiz. Ko'nib ketgan, o'zgarmas qilib qisilib qolgan turmushingizga ozroq bo'lsa boshqa ishlarni qilish orqali ranglarni qo'shib, o'zingizga mamnuniyat,
muvaffaqiyat va baxt tuyg'usini ato qilishni o'ylaysiz. Xuddi ko'nlar aytgandek, ko'ygandimmi ko'ngan yomon. Bu hargizmi sizning turmushingizdagi ko'ngan ish faoliyat, mijoz xarakterlaringizda mangu o'zgartgil bo'lmaydi degandan darak bermaydi. Xuddi atalar so'zi yaralishingni men yaratdim, yaralmishing o'zingda aytilgandek, biz insonlarga boshqa hayvonlardan farqli holda o'zimizning yaralishimiz, ya'ni mijoz xarakterimiz, qo'y qiliq, turmush shakli, tafakkur usuli qatorliqlarni o'z erkimiz bo'yicha yetishtirib va parvish qilib, ularni bizni muvaffaqiyat va mamnuniyatga yetaklaydigan to'g'ri holatga ilib kelish imtiyozi berilgan. Mana bu dars sizga ashundaq bir xil yangi yashash shaklini yetildirishga, ya'ni imtiyozingizdan qanday foydalanishga yetaklaydi. Ya'ni shuni unutib qolmang. Har vaqt o'zingizga vaqt ajratishni hargiz unutib qolmang. Agar qarorlik holda ajratgan vaqtingiz odatga aylangan vaqtida sizning g'albiga qarab manganligingizdan darak beradi. Masalan, bir tomoq chekishi kuniga 6 tal tomoq chekidi desak, u bir oyda 180 tal tomoqqa, ya'ni 9 qop chekidi. Bir yilda 118 qop tomoq chekidi. Bir qop tomoqni 5 yondan hisoblsak, u bir yilda 590 yonlik tomoq chekidi deyli. Aksicha bo'lsa, u yilda 590 yonni tejab qilish bilan birga salomatlikning asli kelishini kuchaytiradi. Sog'lom bo'lishini kuchaytiradi. Shu sababdan hayotingizda orzu qilgan ishlaringizni qilib beqing. Buni odatga aylantirish uchun faqatla 31 kun yetarli. Qo'lingizga qalam olib, cho'ng chambarda ishkini sizing. Birga sus yeshil rang, yana birisiga sus qizil rang bering. Odat yetildirishda yeshil chiroq mangsi bo'ladigan, ya'ni yetildiradigan yo'l. Qizil chiroq qilmaslik tegishlik, ya'ni voz kechadigan yo'l bo'lib hisoblanadi. Siz yeshil chambarga qilishga tegishlik barliq ishlaringizni yozing. Qizil chambarga voz kechish tegishlik barliq ishlaringizni yozing. Ondan bu chambardan xohlagan bir mazmunni tanlab 31 kun cheklash yoki yetildirish orqali uni odatingizga aylantirib oling. Buni esingizda ching tuting. Odat 31 kun voz kechganda yoki 31 kun yetildirganda yetildi. Siz nimani saqlab tursiz? Siz xohlang yoki xohlamang 31 kun hamon o'tib ketadi. Qanamisa hozirda chambar sizib, o'zingiz xohlaydigan orzularingizni qilib ko'ring. Faqatla 31 kun yetarli xolos.